Assalomu alaykum Yorqinbek o'z kanalining obunachilari hamda chorva ishqibozlari. Mana bugun o'z qo'ramizdan yangi mehmonimiz keldi qo'ramizga. Sizlarga ko'rsatish maqsadida qisqacha bir video tayyorladik. Buni zoti Bital. Bu qo'sh 3 kunlik uloqcha. Mana ko'rishlaringiz mumkin. O'z mana uloqchamiz. Bu olib kelish jarayoni onasi Bital onasi birinchi qoringa ikkita bolalagan ekan. Biz takachasini olib keldik. Otasi bu otasi. Otasi Komerre. Bo'ldi butilgan. Onasi Bital. Tamam. Uloqlariga e'tibor beramiz. Mana qo'zichamiz butilkadan sut ichishga o'rgangan ekan. Mana bu videomizga yaqqol ko'ringan, buni egalari tashlab berganlar. Mana onasi, unisi otasini quloqlariga e'tibor beramiz. Komerre. Biz video davomida nima demoqchimiz? Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz bilan Yorqinbek o'z kanali bo'ldi. O'z fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldirish esdan chiqmasin. Har bir kommentariya befarq qoldirilmaydi. Salomat bo'ling.